Karvon ko'rdim tuyalari o'zlar. Kuratoram jonga tegdi. Ish buyurgan. Ko'z faqat meni ko'radi. Uni sizga bolalarni intro ol deyapti. Bularni kimsan kirdi, boboylari bilan gaplashib kelmayapti. Bulardan video olgan foydasi yo'q. Baba o'yla. Ishlatgan muzikasini qara. Shu. Siz biratan Akam yaxshimilar? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salom arab tilidan olingan bo'lib, tinchlik, salomatlik degan ma'nolarni anglatadi. Salom kishilarning o'zaro uchrashgan paytlarida urf-odatlarga munosib, iliq munosabatni anglatuvchi tushuncha hisoblanadi. Salom insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Qarangki, birgina so'z qanday kuchga ega ekan? Bir o'ylab ko'ring. Ilk bor so'zdan qanday maqsadda foydalanilgan? Qaysi davr, qaysi til, qaysi qanligidan qat'iy nazar, ilohiy qoidalar insoniyatga birinchi bor so'z vositasida, ya'ni sahifalar, kitoblar shaklida yuborilgan. Bundan chiqdi so'zning mavqei baland. So'z haqiqat, ilmning belgisi. So'z insonni ko'klarga ko'taruvchi omil hisoblanadi. So'zdan so'zning farqi bor deb bejizga aytishmaydi. Insonni muvaffaqiyatga keltiruvchi ham, tubsiz tubanlikka ham tushiruvchi bu so'z. Bu dunyoda o'tib ketgan qanchadan qancha yaxshi insonlar, g'araz fikrli insonlar o'z aql idrokini odamlarga sindirish uchun so'zdan foydalanishgan-ku axir. Insonlardagi go'zallik bu yuzdir. Yuzdagi go'zallik esa ko'zdir. Ammo insonni inson qiladigan bu uning tildan chiqadigan so'zdir. Tilingdan oldin qalbingni tarbiya qil, chunki so'z qalbdan kelib tildan chiqadi. Nima uchun yo'l harakati qoidasini buzgan insonga militsiya xodimi hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotganlarga chalmaydi? Do'stlar, Tilga e'tibor, elga e'tibor. Oddiygina salomlashishning millatimiz uchun qanchalik muhimligi shu qisqa videorolik orqali bilib olishingiz mumkin. Salomlashishning qay turi sizga ma'qul keldi? Fikringizni izohlarda yozib keting.